$899,000 12 sotixlik haqiqiy villani hozir sizga video obzorini qilib beraman. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, TTZ Sanifda joylashgan xonadonimiz uglovoy 12 sotix. Kiraverish bo'tda darvoza, bu yon tarafda bo'lsa, cho'pli garajlarigacha qilingan. Binoning kvadraturasi bo'lsa 1200 kvadrat. Uglovoy bo'lganiga mana shu yon tarafidan ham kiraverish eshiklari qoldirib ketilgan. Uy juda baquvvat qurilgan. Chunki akamlar aytayotdilar-ki, o'zim uchun qurdim, Murod. Hech narsadan pul ayamadim deb aytdilar. Eshik romlar, ichida elektrika, santexnikalarigacha 100% bitkazilgan. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirdik. Pataloni balandligi 4,5 metr. Xonalar soni hol. Xullas, ikkitalab oshxona, ikkitalab hol, bitta zal bo'ldi. Bu yon tarafimizda bo'lsa, 3 ta yotoqxonamiz joylashgan. Tepani o'zida ham 4 ta yotoqxonamiz bor. 12 sotix yer narxini ham o'zingiz bilasiz. Bu yerda palomin turadi. Yana bu yerda ketgan xarajatni har bittasini yozib qo'yganman. Kelishsin, ko'rishsin, ustalari bilan kelishsin dedilar. Tekshirib, bemalol hamma narsani tushunadigan odam bo'lsa, bu yerda qilingan ishlarni, ishlatilgan materiallarni bittada ko'rib tushunadi deb aytdilar. Menimcha, endi meni fikrim, narxiga juda yaxshi bo'lgan xonadon, Primoy joyi egalarining telefon raqamlari videoning opisiyaniyasida.